Diyastaz uchun uyda bemalol bajarsanglar bo'ladigan 3 ta eng zo'r natija beradigan mashqlarni ko'rsatib tushuntirib o'taman. Ushbu mashqlarni 50 kilodan 150 kilogacha bo'lgan ayollar bajarsanglar bo'laveradi. Birinchi mashqimiz 4 oyoqlab turib olamiz. Qo'l yelka bilan tekis tushgan, bel, ya'ni qorin tepaga ham, pastga ham tushib ketmagan bo'lishi kerak. Oyoq orqaga ham, oldinga ham ketib qolmasdan tos suyagi bilan tekis qo'yib mashq bajarishni boshlaymiz. O'ng oyoqni ko'taramiz, parallelni chap qo'lni ham ko'taramiz. Oyoq bilan qo'lni yig'gan vaqtimizda nafas chiqaramiz. Cho'zilganimizda nafas olamiz. Har bitta oyoqga 15 tadan 3 ta takror bajaramiz. Ikkinchi mashqimiz tepaga qarab yotgan holatda tizzalarini bukamiz. Qo'l bilan oyoq tomonlarini tekkizamiz. Xuddi mana shu ko'rsatganimizdek. Bu mashq qorinning ikkita yon muskullarini ishlashiga katta yordam beradi. Mashqni 20 martadan 3 ta takror bajarasizlar. Keyingi uchinchi mashqimizda xuddi shunaqa yotgan holatda oyoqlarimizni birlashtirib, tizzalarimizni ochamiz va belni tepaga ko'taramiz. Belni pastga tushirganimizda oxirigacha tushirmaymiz, tepaga ko'tarib tushiramiz. Qarang, tepaga ko'tarilgan vaqtda nafas chiqaramiz, pastga tushganda nafas olamiz. Qilib xuddi shu holatda 15 marta mashq bajaramiz. Har bitta mashq bajarilganda orasida 30-45 soniya dam olasizlar. Mashqlarni ertalab och qoringa, ya'ni zavtrak qilmasdan turib 2 stakan iliq suv ichgandan keyin bajarsanglar, effekti, natijasi zo'r bo'ladi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bundanda foydali ma'lumotlarni hali ko'p ulashib boraman.